yordamini to'xtatmasdan yordam berdi. Ayb kimda ekanligini hamma biladi-da. Farzand tarbiyasi ham-ku, zarracha ham vijdoni qiynalmaydi. qiynalmaydi. Ular imkoniyat berishlari kerak emas. Men ularga imkoniyat berishim kerak deb o'ylayman. Assalomu alaykum hurmatli Reality TV muxlislari. Mana bugungi mehmonimiz Mustahkam bo'ladilar. 5 yillik, 5,5 yillik tanaffus orasida u kishi bilan hech qaysi ko'rsatuv, intervyu olib bormagan. Bizlar birinchilardan bo'lamiz. Biz har doim Baxtiyorovna Reality TV birinchi o'rinda bo'ladi. Shuning uchun bizlar u kishidan dildan suhbat qurish uchun u kishining uylariga mehmon bo'lib keldik. Assalomu alaykum Mustahkam. 5 yil davomida, 5,5 yil davomida hattoki hech qayerda ko'rinish bermagan, YouTube kanallarida mishmishlar bo'lib ketgan, hattoki butun respublikalarda Mustahkamni eshitmagan odam qolmadi. Shuncha yillik tanaffuslar orasida Mustahkam nimalar bilan band edi? Shuncha yil davomida nimaga ko'rinish bermadi? Uni sindirib bo'lishdimi, lekin u qaytadan o'ziga kuch to'play oldimi? Nimalarni boshdan kechirdi, nimalarga erishdi, nimalardan voz kechdi? Assalomu alaykum. Yana bir bora to'g'ri gapingiz, chunki 5 yil mobaynida, 5,5 yil mobaynida hamma intervyulardan qochib yurgan odamman o'zim. Chunki bilaman, bittasiga intervyu bersam agar ustma-ust kelaveradi bu narsa. O'sha sababi bilan hammadan voz kechgan, bosh tortganman, voz kechgan emas, bosh tortganman intervyu berishga. Chunki nimaga intervyu berishni xohlamaganman? Bu narsaga o'zimda xohish bo'lmagan. O'sha sababi. Yangitdan yaramni yangilashlarini xohlamaganman. To o'zimni tutib olguncha, ruschasiga aytadi-ku, восстановление to qilmaganimcha birontaga intervyu bermaganman. Demak, sizni qaytadan o'zingizga kelishingizga 5 yil kerak bo'ldi degan fikrdamiz. Endi yangi Mustahkam bilan 5 yil oldingi Mustahkamning farqi. Yer bilan osmon. Shular haqida qisqacha avvalgi Mustahkam qanaqa edi? Hozirda siz qanday mustaqil o'zingiz oyoqqa turdingiz? Biz buni yashirmaymiz. O'zingizda kuch topdingiz, 2 nafar farzandingiz bor, ularni oyoqqa qo'ydingiz. Nimalarga erisha oldingiz? Mana shu 5 yil davomida. Nimadan boshlaymiz? 5 yil oldingi Mustahkam bilan hozirgi Mustahkamning farqi juda ham katta deb o'ylayman. Ayni damda 5 yilgi Mustahkam nima bo'lgan? O'zbekchasiga bilmayman, garang bo'lgan. Garang bo'lgan. Mustahkam garang bo'lgan. Nima, hayot shunday deb o'ylagan. O'zini o'zligini bilmagan. Odamlar nima deydi deb yashagan. Qo'rquvi kuchliroq bo'lgan hayotda. Bitta joyga kelin bo'lib keldimmi, shu yerdan o'ligim chiqsin deb любой narsaga chidab kelgan. Shunaqa Mustahkam. Hozirgi Mustahkam juda ham dono bo'lgan. Oho. Hayot zarbalari bilan o'qimishli bo'lgan. O'qimishli, u narsani o'zi aytaman. Hayot zarbalari bilan yiqilib turib kuchli bo'lgan. O'ziga yetarli kuchni ola olgan. Shunday. Lekin shunaqa narsa bo'lganki, ayni damda o'zligimni qo'ya bilganman. Qo'rquv yo'qolgan. Asosiy odamda, ayollarda qo'rquv. Men ajrashib ketsam, hayoti bo'lmasa agar, men eplay olamanmi? 2 farzandim bor. 2 farzandni boqa olamanmi degan narsa ayollarimizga mana bu yerga bu o'zini yerga uradigan darajada o'ziga ishonmaslik kuchayib ketganda, shu narsalarni men yengib o'tganman-da. Shu uchun menga 5 yildan ortiq vaqt ketgan. O'zimni tiklab olishimga. Bu narsada mana ajrashgan ayollar bu narsani biladilar. Srazu odam o'zini tiklay olmaydi. Vaqt kerak bo'ladi, yillar kerak bo'ladi, to odam o'zini. Ayni damda, lekin men o'ylaymanki, ko'p narsani o'tib ketdim-da.
demak erisha oldingiz o'sha maqsadlaringizga, o'sha o'zingiz xohlagan mustahkam bo'la oldingiz. Undan ham kuchliroq bo'ldi. Oho, Ko'proq narsaga erishdim. Aha. Mustahkam bilishimizcha o'qimishli, уже oliy toifali institutlarni bitiryapsiz deb eshitdik. Shunda Shu mishmishlarga nima oydinlik kiritaylik. Boshida men o'rta maxsus tibbiy kollejni tugatganman. Ajrashganimdan so'ng med sferasida poliklinikaga ishga kirganman. Lekin shu davlatimizga kattakon rahmat aytaman, chunki ularni ham yordamlari katta bo'lgan menga. Yoshlar daftariga mahallaga qo'yishgan. Bilinmagan holda menga mahalladan nima keldi? Bitta o'qishga topshiring deb. U meni o'zimni xayolimga kelmagan narsa. Institutga topshirish, davlatimiz sizga juda katta yordam bergan. Ayollarga hozir ko'p narsa yordam berishyapti. Bu narsaga men juda ham rahmat aytaman. Odam o'z kuchi bilan ham harakat qiladi-yu, lekin sizga ayniqsa davlat tomonidan yordam berilsalar agar, u narsa odamga как bonusdek kelar ekanda. Bu meni xayolimga kelmagan. Men aytganmanki, men o'qishga kirishni xohlamayman. Уже men necha yil bo'ldi tugatganimga. Ha, keling bitta topshirib ko'ring, nima yo'qotasiz? Pul to'lov qilmaysiz. Hech narsa yo'qotmaysiz. O'zingizni sinab ko'ring deyishdi. Men bordim, bitta imtihonga kirdim, chiqdim. U yerda ham meni taniydiganlar bor ekan. Kirdimki, mullalar shunday domlalar qaradi. Voy, biz sizni tanidik. Ko'rganmiz. Oq yo'l, yo'yim kirib keting dedi. Shunday qaradim. Shunday dedingiz, endi men o'taman dedim imtihondan. Shijoat shu darajada kuchli bo'lgan. Keyin bordim, endi u yerda ham imtihon qanday bo'lgan? Boshda o'zim bilgan narsalarni men yechganman. Qolganiga bilmaganlarim ham bor edi. Endi men tugatganim bilan hozirgi nima sfera juda boshqachada. Keyin qolganini tavakkal qilganman. Meni hayotim o'zi boshidan tavakkaldan boshlanganda. Keyin tavakkalni boshi kal bo'lib qolganda. Shunday. Keyin o'sha ertasi kuni javobi chiqishi kerak edi. Mandatdan menga SMS kelyapti. Soat 12 kechasi. O'qishga kontrakt asosida qabul qilindingiz. Men shu darajada xursandmanki, qanday men o'tib ketdim deb-da, menga mahalla telefon qilyapti. Siz imtihondan o'tibsiz, siz universitetga kirdingiz. Yo'q deyapman-da. Men aytdim, ko'rdingizmi dedimki, ular odamlar 3-4 yildan beri borib tayyorlanadi, ular o'tolmaydi. Men aytdim, men Allohning sevguvchi bandasiman-da dedim. Kirdim, u yerga ham hozir o'qiyapman. Ayni damda 3-kurs talabasi. Qayerda endi? Samgasi qurilish. Samgasi qurilish, bu dishi qurilishimiz. Quruvchimiz. Hozirgi kunda nima ish bilan bandsiz mustahkam? Hozirgi kunda med sferasidan chiqqanman. Hamshiralikda hozir ishlamayman, lekin hunarim bor, o'zimning kasallarim bor. Ayni damda ham o'qiyman, ham ishlayman o'zimning sohamda. Qurilish sohasida hozir ishga kirganman. U yerda hozir ishlab kelyapman. Shu kunda. Oilaviy kelib chiqsak, farzandlar tarbiyasi bilan qanday vaqt ajrata olayapsizmi? Ularni o'qishi, mana Allohga shukr, menimcha katta o'g'lingiz 12 yoshda, balog'at yoshida, ularga alohida e'tibor, alohida mehnat kerak bo'ladi. Hozirda farzandlaringiz qayerda o'qiyapti, nimalar bilan band? Farzandlar tarbiyasida uncha oson emas-u. Bir o'zingiz baribir odamni boshiga tushsa agar nozik, juda nozik kadr. Katta bo'lib qolishgan. Hozirgi paytda o'g'lim futbol bilan trenirovka qiladi, shug'ullanadi. Qizim 5 yildan beri gimnastikaga boradi. Uni ham hozir akademiyaga tayyorlayapman. Молодец. Oson demayman. Farzand tarbiyasida yolg'iz ona, yolg'iz otasiz katta qilish har kimni ham qo'lidan kelmaydi. Bunda mustahkamga yordam berayotganlar bormi? Bilamiz, juda otasiz qiyin baribir. Endi hozirgi ayni damda meni faqat bitta odam qo'llab-quvvatlab kelgan. Men bu narsani boshidan aytganman.
bironta yordam kerak bo'lib qolsa agar, bolalarimni bobosi, bu qaynatam ko'p yordam berdilar. Ajrashgan bo'lsam ham tashlab qo'ymadilar. Hech kimni endi aytib o'tirmayman lekin u odam yordamini to'xtatmasdan yordam berdi. Shu kungacha. Shu kungacha davom ettirib kelyapti u narsani. To'g'ri, ikkita farzandni tarbiyalash oson emas. Odamlar pul topadi, lekin bolasini tarbiyasi bo'lmaydi-da. U odam shu narsani bila turib, endi qanday dey, dushmanga aylanib qolmasdan, keling, men sizga qo'limdan kelgancha yordam beraman, siz bir o'zingiz deb aytilgan paytda yo so'ralgan paytda yordamini ayamasdan berib kelgan. Chunki bir o'zimga bolani katta qilish juda ham qiyin. Lekin eplab kelyapman. Ro'zg'or, ularni tarbiyasi, ularni o'qishi, ularni отдельно дополнительно sport bilan shug'ullanishi, o'zimni ishlashim, ertalab chiqib ketib bolalarimni boqay deb ishga chiqib ketadigan insonman va kechga kelaman. Shuda. Tim bo'li mana hozir sport bilan shug'ullanyapti debsiz. Gimnastika bilan shug'ullanib chempionka bo'lganini ko'rgandim istoriyalaringizda. Bu juda qiyin. Yolg'iz ona uchun bu qiyin, lekin hozir hayron qolganim, siz ajrashgan bo'la turib, masalan, o'g'li bilan yashamayapsiz u odamni, lekin yordamini ayamasdan nevaralariga qarayotgan bobo hozirgi kunda kelini uyida turib, keliniga qaramaydiganlar son mingtada. Bu odamga menimcha hayron qoldim to'g'risi. Shuncha gap so'zdan keyin yana sizga yordam berayotganlari sababi bu nevaralarning mehrimi yo kelinini o'sha oq ko'ngilligimi? Endi bu narsada ikkovi ham zarbarchas deydimi u narsani. Bog'liq. Agar men yomon bo'lganimda, u odam hech qachon qaramasdi. Haqiqat. Agar men haqiqatdan odamlar mish-mish tarqatayotgandek yomon kelin bo'lganimda, u odam qaramasdi yuzimga birinchidan, ikkinchidan yordam ham bermasdi. U odam biladi, men halol mehnatim bilan bolalarni boqish uchun ishga chiqaman, ham o'qiyman, ham bolalarni o'qishi, ham ularni bu qo'shimcha mashg'ulotlarni u odam rahmi keladi. U odamga birinchidan u odamni menga rahmi keladi, ikkinchidan nevara danagidan shirin deydi-ku. Mevani danagi shirin deydi-ku. U odam nevaralarini endi shunday nima qilyaptiki, kelinimga azob bo'lmasin. Kelajakda oz bo'lsa ham hissamni qo'shay. Shu kelin nima bo'lsa ham ikkita tug'ib bergan-ku bizaga. Hayoti shunday nima bo'lib ketdi deb shu maqsadda, endi bu meni fikrim, o'zimning shaxsiy fikrim. Shu sababda может yordam beryaptimi? Endi bilmayman yana u kishini qanday fikri bor, lekin nevarasi uchun jonini beradigan inson. Shunday. Shu kunlarda mustahkam aliment oladimi turmush o'rtog'idan? Yo'q. Aliment olmayman. Bunga sabablari bor. Aliment olmayman-u, lekin bizani bobomiz yordam berib turadilar. Hatto o'sha o'g'illarini alimentini qaynatangiz to'layaptilar, demak. Yo'q, endi u aliment demasa ham bo'ladi. Chunki alimentga to'g'ri men topshirganman vaqtida. Keyin biz o'zaro kelishib olganmiz qaynatam bilan. Demak, основной o'g'lini o'rnida men alimentdan bosh tortganman. Bu endi o'sha yillarmi yo? Bu meni g'ururim. Aliment demak sizning g'ururingiz. Men berganman. Keyin bunga ham ba'zi sabablar bo'lgan. Keyin men o'zim borib bosh tortganman. Menga kerak emas deganman alimenti. O'zimiz o'zaro kelishib oldik. Lekin hozirgi kunda mustahkam shundan afsuslanadimi? Balkim o'shanda alimentga berganimda azoblanardi otasi degan miyani bormi mustahkamda? Hozir bu narsa yo'q, chunki aliment erkaklarni alimentga bersangiz, ularni mana bu yeri ham-ku zarracha ham vijdoni qiynalmaydi. Hozirgi ne только meni bolalarimni otasi, boshqa erkaklar ham bolalariga aliment bermaydi. O'zi shunaqa davrga kelganmiz.
Demak, mas'uliyat yo'q demoqchisiz. Hozirda ajrashayotgan oilalarni erkaklarida mas'uliyat yo'q deb o'ylayman. Mustahkam, xo'jayiningiz bilan aloqalaringiz qanday hozirgi kunda? Ayni damda biza xo'jayinim bilan dushmanmas biza. Qanday deysizga, ruslar bor-ku, yo'l turishlari o'ylanma ajrashib ketsa agar jo'ra bo'lib qoladi-ku. Ha, farzandlar uchun siz haligacha Shunday. muomaladasiz. Shunday. Mustahkam turmush o'rtog'i kechirim so'rasa kechirarmidi? Endi bu qiyin masala-ku. Qiyin masala. Chunki ko'p vaqt o'tdi. Chunki farzandlar bor-ku orada. To'g'ri, shunday deysiz, lekin har doim ham farzandingizni tanlab o'zingizni yeb ketasiz. Nimaga aynan oradan 5 yil o'tdi, haligacha Mustahkamni eri turmush qurmadi? Endi Alloh ko'rib turibdi-da, kim qanaqa ekanligini. Mustahkam nimaga haligacha yolg'iz? Mustahkamning ikkita bolasi bor, Mustahkam yolg'iz emas. Farzandlar uchun o'zingizni bag'ishladingiz. Shunday. Yoshsiz, haligacha turmush qursangiz bo'ladi. Farzandlar erta uylanadi, xotini bilan qizingiz turmushga chiqib ketadi, yolg'iz bo'lib qolmaysizmi? Endi men aytmayman, что men turmushga chiqmayman deb. Nimaga chiqmas ekanman? Men ham faqat Allohdan so'rayman, iymoni bo'lsin, bolalarim bilan qabul qiladigan odam bo'lsin, sizni hurmat qiladigan inson chiqib qolsa agar nimaga yo'q deyman? Taqdir. Taqdir. Taqdirga tavakkal qila olasiz. Shunday. Shunday. Eski kitobni ochguncha yangi kitobni ochsam agar u qiziqroq. Qiziqroq. U eskisi yana eski holat qaytarilaveradi-da. O'sha narsani o'qigingiz kelmayapti. Yo'q. O'qib bo'lganman, qayta o'qib bo'lganman u narsani. Sizning hayotingiz buzilayotgan vaqtda, masalan, aytyapsiz, erimni dadalari endi. Qaynota. Qaynotangiz hozirgacha sizlar bilan yaxshi. Qaynonangizchi? Qiziq savol bo'ldi. Nozik nuqtalarga keldik. Endi qaynona baribir qaynonada. Qaynona baribir qaynona. Nimaga shunaqa? Bilmasam. Nimaga shunaqa? Shu narsani eshitganmisiz ham? Qaynota hech qachon yomon bo'lmaydi, lekin qaynona bo'ladi degan. Qaynab turadi deysizda. Ha, shunday. Eshitishimizcha mish-mishlarga endi o'zi ko'rsatuvimiz siz aytganday o'sha o'qib bitilgan kitobni emas, yangisini ochmoqchimiz, lekin baribirda kuzatuvchilarimizga shunday savollar kelishi mumkin. Axir masalan, qizi yo'q odam qizni qadriga yetmaydi deydi-da. Lekin sizni qaynonangizni bir emas, 2 nafar farzandi, qiz farzandi bor. Ularni o'ylamadimi? Sizni turmush o'rtog'ingiz bilan yarashtirishga harakat qilmadimi? Shu qiziq. Bunisini bilmayman. Hech sizga imkoniyat berishmadimi? Menga ular imkoniyat berishlari kerak emas. Men ularga imkoniyat berishim kerak deb o'ylayman. Chunki ayb kimda ekanligini hamma biladi-da. Ya'ni ular menga imkoniyat berishlari kerak emas deb o'ylayman. Chunki men ajrashgan bo'lsam ham, men ular bilan dushmandek qolganim yo'q. Mana har hafta bolalarim borib keladi. Haligacha. Otasini demak ko'radi farzandlaringiz. 2 kun, 3 kun otasini uyida. Men ota mehridan ajratganim yo'q. Otasini ko'rsin, ammasini ko'rsin, onasini ko'rsin, bobosini ko'rsin. Ularni mehrini ajratmadingiz demak. Bu o'zi ham psixologiya bo'yicha, ham bunday olib qarasangiz agar, hozir men bolalarimni bobolaridan, onasidan ajratib nimaga erishaman? Bolam kasal bo'lib qolishganmi, olib keladimi? Ko'rsin. Hayotni ular, hozirgi bolalar o'zi anglab yetadi bu narsani. Juda dono bo'lgan. Ko'rsin, erta ayb kimda ekanligi, kim qayerda xato qilganligini o'zi hal qilsin. Lekin men ajrashgan bo'lsam, o'sha 5,5 yil bo'lgan bo'lsa ham, ayni damda men lekin otasini biron marta yomonlamaganman. Demak, farzandlaringizni otasiga nisbatan mehr muhabbati haligacha baland deya olasizmi? Nimaga yo'q? Shunday. O'tgan kuni men o'zim ham so'radim.
Men aytdim, birinchi o'rinda kimni yaxshi ko'rasan dedim. Otangnimi, onangnimi? Xafa bo'lmayman deb savol berdim. Sizni 55% yaxshi ko'raman, otamni 45 dedi. Keyin men ajablanib, otangni 45 dedim, kulib yubordim. Ha, уже sizga nisbatan nima bo'lgan? Ha, baribir odamga sal alam qiladi-da. Sen bo'la o'g'il bola gapirsa, onalarga alam qiladi. Yo'q, deyapti, sizni bu joyingiz boshqa, deyapti. Nima qilay, otamda dedi. Men aytdim, mayli dedim. Otasi bilan faxrlansin dedim. Joy kelsa agar odamlar xato qiladi. Uni ham o'zini aybi bilan emas, birovni aybi bilan xato qilib qo'yishlari mumkin, tushunyapsizmi? Demak, siz hozirgi kunda 100% ayta olasiz, o'sha vaqtlarda eringizni aybi bo'lmagan. Erim qiziqqon bo'lgan. Ha, yosh bo'lgan, qiziqqon bo'lgan. Yo'q, hay yosh emas u. Yosh emas. Yo'q, yosh haqida hay gapirmaymiz-ku. Lekin demak, bebosh bo'lgan. Bebosh bo'lgan. Bebosh bo'lgan. O'shanda opalari, o'zini shaxsiy fikri bo'lmaganda bu narsada. Shu shaxsiy fikr bo'lmaganda, demak, tashqi muhit eringizga bosim o'tkazgan deya olasizmi? Tashqi muhit emas, ichki muhit desam to'g'riroq bo'ladi. Ichki muhit demak uni o'z oila a'zolari. Shunday deya olamiz. Endi bizada aytilgan-ku, xotin topiladi, ona topilmaydi. Xotin topiladi, opa topilmaydi. Shu narsa bizada ko'proq rol o'ynaganda. Sizning hayotingizda? Meni hayotimda-da. Lekin farzandlar tarbiyasi-chi, kelajagichi? Farzandlarim tarbiyasi kelajagi uchun men xavotir olmayman, chunki meni bolalarimning otasi tirik, bobosi tirik, ular tashlab qo'yishmaydi. Siz haligacha demak ular bilan bordi keldingiz bor. Yo'q, men bordi keldi qilmayman, lekin bolalarim bordi keldi qilib turishadi. Demak, farzandlar tarbiyasida ularning ham mehr muhabbati bor. To'g'ri. Chunki agar men o'zim necha marotaba chiqqanman, baribir o'g'il katta qilyapman. Ayni damda переходной возраст unda balog'at yoshiga ketyapti. Ba'zi qiynaydigan joylari bo'ladi. Men primoy qaynatamga chiqaman. Bitta nevarangiz bilan gaplashib oling deyman. Bo'pti deydilar. Demak, o'sha voqealarda joy kelsa otasiga ham telefon qilganman. Yo'q, haligacha demak sizlar aloqada. Mustahkam er bilan aloqada. Yo'q, endi u faqat meni farzandim emas-ku, u odamning ham farzandi. U ham odamning ham roli bo'lishi kerak farzandni hayotida. Joy kelsa men aytaman, maktabga otasini so'rayapti. Sen otasimisan, kel deyman. Men aytaman. Demak, keladi, demak u ham hissasini qo'shyapti. Balkim xo'jayiningizni shuncha yillar mobaynida boshqa oila qurmayotganligi haligacha sizni sevishidan nishonadir. Mustahkam nima deya olasiz? Baribirda kulgim keldi bu narsaga. Yo'q, endi aytamiz-ku, hatto sevmasdan, sevilmasdan turmush qurgandan keyin oila mustahkamlanib boraveradi-da. Odam bilasizmi, qachon birovni qadriga yetadi, yo'qotganning qadriga yetadi. Shunday deb o'ylaysizmi? Yo'q, bu statistika bo'yicha. Bitta manda emas, bu hammada bu narsa bo'ladi. Shu yo'qotganini qaytadan tiklayman degan vaqtida imkon bera olasizmi? Mana bu sinsada, buni olib borasiz, yamab kelasiz-da. Lekin avvalgidek ishlaydimi sizga? Ishlamaydi. Ishlamaydi. Hayotim shunaqada. Unga imkon bersam, hayotim zo'r bo'lishiga ishona olmayman demoqchimisiz? Shunday. Aks holda tavakkal qilmayman o'sha bu narsaga. Oilaga tavakkal yo'q, yura olmaysiz. Boyagi gapim, o'qilgan kitob o'qilgancha qolsin. Yana uni boshqatdan sahifalab o'tirgancha, yangi kitob olaman, uni o'qishni boshlayman. U qiziqroq siz uchun? Yo'q, qiziqroq emas. Hayotimni boshlashim mustahkamroq bo'ladi. Mustahkamning hayoti yangi satrlar ila mustahkam demoqchisiz. Chunki eskisini ochsangiz agar, eski gap so'zlar yangi hayotingizga ko'p narsa ta'sir beradi-da. Tashqi muhit, ichki oila, tarbiya. Endi qanday deyim? Ko'p narsa bizning boshimizdan o'tdi. Ba'zi sabablarga ko'ra, endi hay sababini aytib o'tirmaymiz, bu narsani hamma biladi. Lekin hozir agar
man yarashaman desam agar, birinchi очередь qaynotangiz xursand bo'lsalar kerak. u odam xursand bo'lgan. Chunki ha endi sir bo'lsa ham aytaman. Erim qamoqdan chiqib yarashishga kelgan oldimga. Aha, demak shuning o'zi ham o'sha yuragining qayeridadir chiqara olmaydigan xotinim degan tuyg'uning bir parchasi, bir nishonasi deb bilmaysizmi? Bilaman, chunki avvallari bekordan bekorga ma'qul chiqarmaganda. Birinchi turmush, ikkinchisi yamalgan chaponmi kim nima deydi-ku, o'shanaqada. Hozir u odam ko'zi ochib nima bo'lgani manmanda. Uning shuncha injiqliklari, yoshligi, boyna aytganimizdek, unga hech kim chidolmaydi. Beboshligiga chidagansiz. Uni o'zi ham biladi. Men yuziga ham aytganman. Qo'rqmayman. O'sha mustahkam, sizda shuncha yillar davomida do'stlaringizdan zarbalar olgansizda, o'sha zarbalar sizga qanday imkoniyatlarni yaratib bergan? Qaysi do'stlardan? Aynan do'st deb bilganlaringizdan zarbalar olgansiz-ku. Tak, hayotda faqat ota-onangiz do'st bo'ladi. Joy kelsa otangiz ham do'st bo'lmaydi, onangiz do'st bo'ladi. Ona do'st bo'ladi. Mustahkam otasi bilan nima uchun gaplashmaydi? Axir tirik-ku. Endi bunga o'zini sabablari bor. Ocha olamizmi? Yo'q, qulfligicha qolsin, ozgina nima qilib beraman. Endi intervyu olgandan keyin qulflarni ochib tashlasak-chi? Endi hamma narsani ochaversangiz agar oxiri yomon bo'lib qoladi-da. Yomonlikka olib bormaymiz. Endi otam bilan ayni damda gaplashmaymiz. Lekin ajrashganimga 5,5 yil bo'lgan bo'lsa agar, ajrashayotgan paytimda otam qarshilik qilgan. Nima sababdan? Endi bizning mentalitetimiz shunaqaki, o'liging eringni uyidan chiqsin deydi-da. Shunday deb yashab yurgansiz, lekin o'sha narsa juda yomon oqibatlarga olib keldi-ku. Shunday-yu, bunga ham o'zini sabablari bor. Qanday de, otam ham o'zini kallasi bilan ish tutmagandi bu narsaga. Ha, demak, otangiz ham o'sha birovlarning gapi bilan o'z qizini o'sha qiynalayotgan bo'lsa ham o'sha oilada qolsin degan. Shunday. Demak, ko'pchilik mishmishlarga qaraganda Mustahkamning otasi juda boylikka o'ch bo'lgan deyapti. Yo'q, otam boylikka o'chmas, chunki otam o'zini fundamenti yaxshi. Demak, to'q oilada katta bo'lgansiz. Men Allohga shukr. Yaxshi to'q oilada katta bo'lganman. Ana deydi-ku, ko'rpangga qarab oyog'ingni uzat deb. Ikkita quduq bir-biriga mos bo'lgan. Mos bo'lgan. Shunday. Ko'rmaganni ko'rgani qursin, unaqa narsalar bo'lmagan bizning o'rtamizda. Xudolar o'rtasida. O'ziga yarasha tarbirning ikki pallasi mos bo'lgan. Mos bo'lgan. Jakidan eng katta pushaymonligi. Eng katta pushaymonligim o'tmishimda shu hozirga kelganda ajrashganmanda, agar bilganimda oldinroq ajrashib ketardim. Birinchi farzandingiz tug'ilganda ajrashmoqchi bo'lgan ekansizda, shuni sababini ayta olasizmi? Nimaga ajrashmadingiz? Birinchi farzandim tug'ilmasdan ajrashmoqchi bo'lganman. Undan oldinroq. Shunday. Chunki hayotimiz boshdan bo'lmaganda. Boshidan. O'shanga. Demak, sizlar o'sha qudalarning oldi berdisi, bir-biriga munosibligi oqibatida sizlar yashab kelgan demak. Endi biza yosh bo'lganmiz, sizlar yosh deb bizani harakat qilishgan, mustahkam bo'lishga qatnashgan. Ajrashmasligiga sabab bo'lgan. Agar aytyapsiz-ku pushaymon, shu narsaga pushaymonman, chunki shuncha yil umrim o'tdi. Bu ham yozilgani o'zini. Lekin agar bilganimda, baribir ajrashadiganimni bilganimda, men oldinroq ajrashardim, chunki oyim vafot etganda. Hech bo'lmasa oyimni qutqarib qolardim-da. Demak, siz o'sha onangizni o'limlarida o'zingizni, hayotingizni kuchi bor deb bilasiz? 90%. Aynan.
ko'p u odam zarba olgan. Mustahkam mana bu blog yurityapsizda. Shuni kuzatib boraman. Juda ham ko'p ayollar, aksariyat ayollar blogingizda endi ko'raman yoshi katta ayollar negativ yozishadi. Negativlar uncha ko'p sizda. Endi bilasizmi, mani blogim shunaqa narsaki, haqiqatni hazil tariqasida chiqaraman-da. U narsani men именно san deb chiqarmayman. Shunaqa odamlar bor deb chiqartiraman haqiqatni. Ular meni tomosha qilishadi-yu, o'zlariga olishadi. O'zlari shunaqa bo'lgandan keyin negativ yozishadi-da. Chidolmaydi. Aksariyat holatlari odamlar kulib ketadi. Mima. Ha, shunaqalar ham bor deb-da. Demak, o'zi shunaqa bo'lsa agar alam qiladi, o'ziga oladi. Mustahkam, qarangda, hozirgi kunda mana oxirgi shu 1 yilni olaylik. 1 yilda ayollarda blogerlik juda ko'payib ketdi-da. Shu eridan ajrashadi-da, blogerlikka o'tib ketadi. Shularga nima deya olasiz? Endi kim qanday pul topayapti shu bolasini boqish uchun. Bolasini boqish uchun deysizmi? Shunday. Bolasi yo'qlarichi? Moda bo'lsa kerak, trendda-ku o'zi. Trendda-ku. Samarqandda peshoshmi nima edi? Bulvara peshoshmi? Bulvara peshosh. Duyb pachka, duyb shish pachka. Mayroman. Hamma erdan chiqishyapti bloger. Blogerlik u narsaga aralashish niyatimiz yo'q-ku. Ayrimlar erlar bilan blogerlik qilishadi. Endi aytayapman-ku, kim qanday endi dohod nima qilish uchun-da. Asosiy dohod. Shunday. Odamlarning fikricha blogerlarda pul ko'p. Harakat qilsa ko'p bo'ladi. Aynan. Instagramdan pul topib bo'lmaydi-ku. Nimaga bo'ladi? Qanday? Reklama orqali. Shunday. Prosmotringiz qancha ko'p bo'lsa, sizni shuncha odam reklamaga chaqiradi. Prosmotr asosiy bizada negativlar uchun emasmi? Yo'q. Yaxshi narsaga ham bo'ladimi? Yo'q. Bo'lmaydi. Internet hype bo'lib qolgan. Ayni damda hozirgi kunda oldin yaxshi edi. Yaxshi narsalarga ko'tarilib ketaverardingiz. Hozir internet tarmog'i aynan shu mishmishlar, urush, janjal hype bo'lib ketganda. Men doim aytaman. Internet tarmog'iga havaslaringiz kelmasin. Yolg'on hayot. Hozirgi hayot bilan internet hayoti yolg'on narsa bu. Ko'pchilik shu masalada ajrashib ketyapti. Buni hayoti zo'r ekan. Turmush o'rtog'i bilan bu yerda kayf, bu yerda kayf, bu yerda. A tak в реальной жизни unaqa emas. Shuning uchun men doim o'zimni muxlislarimga, podpischichlarimga aytamanki, internetga hech qachon ishonib qolmanglar deyman. O'zlaringizni, hayotlaringizni virtual hayot bilan solishtirmanglar deyman, solishtirmanglar deyman. Bu narsani odam o'zini boshidan kechirgan bo'lsa agar bu narsani biladi. Shunga. Mustahkam, mana hozirgi kunda aynan internet hayotida deya olmayman-da, bizning Samarqandimizda. Masalan, bitta bloger shu ishni qilib chiqdimi, unda prosmotr ko'pmi? Uning hayoti zo'r ketyaptimi, zo'r hayotini qo'yyaptimi? Boshqalar ham shu ishni qilgilari keladi. Shunga havas qilib emas, shunga o'xshab pul topay, shunga o'xshab mashhur bo'lay deyishadi-da. Mashhurlik oson narsa emas. Oson emas, lekin nimaga aynan bizda shunaqa? Bizda agar mashhur bo'lishni xohlasangiz, agar negativlarga immunitet hosil qilishingiz kerak. O'sha immunitet aynan Samarqandda juda ko'pmi? Ko'p. Juda ko'p. Ayniqsa menda. Ayniqsa sizda. Yo'q, bizda bir xillikni qaytarishni yaxshi ko'rishadi-da, nima o'zlarini ustida ishlashmaydimi? Ideya o'g'irlashadi. Shunday. Aynan nimaga? Taniqli bo'lish uchun. Uni baribir xalq biladi-ku, u birinchi qilgan, bu ikkinchi qilgan deb bularga qanaqa narsa qiziq emas. Xalqqa qaysi bir qiziqarliroq chiqarsa shu narsa qiziq. Shu qiziq. Shunday. Bizda demak sodiqlik yo'q deya olasiz.
Endi har kimni o'ziga yarasha подписчики borda. Auditoriyasi hammani har xilda. Har xil dunyoqarash. Shunday. Shu kuzatuvchilar o'sha insonni ruhiyatidan kelib chiqib moslashishadi, shu to'g'rimi? To'g'ri. Menda ko'pchilik jabrlangan ayollar. Sizdan immunitet hosil qilib o'zlariga tiklanishadimi? Ular mani hayotimni ko'rib kuch olishadimi, shunday deyishadi menga. Ro'z aytishadi. Sizni ko'ramiz deydi. Mana siz oyoqqa tura olasizku deydi. Lekin men aytaman, ajrashmanglar deyman. O'zingiz ajrashgansiz-ku. Men majbur bo'lganman. Majbur bo'lgansiz. Agar meni hayotim zo'r bo'lganda hech qachon ajrashmasdim. Ajrashmasdingiz. Pushaymonlik bor. Yo'q. Javobingizga nisbatan bordek. Yo'q. Yo'q. Chunki agar men ajrashmaganimda men o'ligim chiqardi-da. Men yashashim. Farzandingiz uchun yashashingiz kerak. Men yashashim kerak. Birinchi navbatda qanday deysiz? Men kechirgan narsamni dushmanimga ravo ko'rmayman. Lekin hozirgi ayni damda ajrashayotgan, arafada turayotgan, za granitsada turayotganlarga aytamanki, yana bir-birlaringizga imkoniyat beringlar degan bo'lardim. Imkoniyat bering. Agar bolalaringiz bo'lganda, bolam uchun deb. Ajrashgandan keyin hayot oson emas. Oson emas. To'g'ri yursangiz ham bo'rini yesa ham yemasa ham og'zi burni qon deydi-ku. Shunday narsa bor. To'g'ri yursangiz ham odamlar to'g'ri yuribdi demaydi. Nimadiri bor? Bilasizmi, bizda shunaqa mentalitetki bo'lmasa berolmaydi. Bo'lsa agar ko'rolmaydi. Qayerdandir olgan. Kimdir bilan yuribdi. Например, o'zimni aytaman, misol uchun. Oldingi mustahkam bilan hozirgi mustahkam yer bilan osmon farqi degandim boshida. Aytdingiz. Ayni damda shundayda. Oldin men yuvosh bo'lganman, boshqacha ovoz. O'zimni ko'rsam o'zim qo'rqib ketaman deyman. Ba'zida yo'q, rostdan shunday bo'lib ketadi. Demak, sizni hayot tarbiyaladi. Hayot nima bo'lsa muallim, na kerak kim nima muallim deydi-ku, endi o'zbekcha o'qimaganman-da, ruscha o'qiganman. Kim nima maqolasi bor bunda ham. Ajrashmanglar degan bo'lardim. Chidasin. Yo'q, chidasin demayman. Oxirigacha ko'rsin. Kurashsin. Kurashsin. Ba'zilar sababsiz ajrashib ketyapti. Haqiqat. Sababsiz ajrashib ketyapti. Menga ko'p negativ bo'ladi. Bilasizmi nimaga? Nima uchun? Ha, deydi, senga mazada, deydi, bitta uyni oldirding, deydi. Men uyni просто tak olmaganman. To'g'ri, menga uy olib berishdi, qaynotamni o'zlari. Lekin uy uchun men qancha umrim ketgan. Qancha nimalarni ko'rmaganman u uchun. Uy uchun erishish uchun mehnat qildim deng. Shunday desam. Yoki sabr qildingiz. Ikkovi ham. Ha, sen deydi, просто tak sen uyga erishib olgansan deganlar ham bor menda kommentariyada. Просто tak kimga uy olib beradi? Просто savol sizga, endi men ham siz savol bering. Hech kimga. Hech kim olib bermaydi. Hech kim olib bermaydi. U narsaga men erishganman. Erishganman, zato o'zimni kulbam bor. Qotgan non yesam ham, yig'lab bo'lsam o'zimni uyimda yeb o'tiraman-da. Shuda? Zato o'zimniki. Zato o'zimniki. Shunday. Mustahkam ancha vaqtdan beri ko'rsatuvimizni olib boramiz-da. Baribir kuzatasiz. Shunday. Baribir kuzatasiz. Bizga nisbatan plus, minus fikrlar. Shu endi sizga demayman-u, intervyu oladiganlarga desam ham bo'ladi-da. Farqi yo'q, bizlar bir xil. Intervyu oladiganlarni shu bitta xarakterini yomon ko'raman. Nimasi? Shu yarani boshqatdan uni kavirat qiladi. Kovlab olishadi, yana yangi yana. Biz baribir bo'ldi. Baribir qandaydir miqdorda bo'ldi. Odamda abidna bo'ladi-ku, o'sha sistemasi bo'ladi. Sizda shu nima jarayonida, intervyu jarayonida his qildim shu narsani. Siz o'sha voqealardan yarador bo'lgan emas ekansizda, lekin farzandingiz sizni haligacha ochiq yarangiz bo'lib qolgan ekan. Yo'q, farzandim menga kuch bergan. Aynan farzandingiz borasida
ko'zingizga yosh keldi? Xuddi ularga nimanidir isbotlab berolmayotgandir, nimanidir ularga ko'rsata olmayotganday tuyuldingiz. Bu qanday tushunsa bo'ladi? Aynan kuzatuvchilar. Mana hozir ham o'sha nozigara haligacha ochiq. 5,5 yil bo'ldi. Yaqinda menimcha уже 6 yil to'ladi. O'sha shu narsa. Tak. O'zim otasiz katta bo'lganman. Men harakat qilganman bolalim otasiz o'smasligi uchun. O'sha narsa haligacha ochiq yara bo'lib qolgan. Bo'lmasam, kuzatib boramiz, farzandlaringiz uchun intilyapsiz. Farzandlaringiz uchun hamma narsaga tayyorsiz. Lekin o'sha kimtik qalbini to'ldira olmayapman degan tuyg'u sizda bor. Bu narsani otasi katta bo'lganlari his qiladi-da. Ba'zilarga o'xshab bolalarimni otasidan ayirmaganman-da. Ayrim ajrashgan farzandini otasiga yoki onasiga yoki o'sha qavm qarindoshiga ko'rsatmayotganlarga nima deya olasiz? Unday qilmanglar. Bolalar shunday katta bo'lishadiki, erta ko'ngli yarim bo'lib katta bo'ladi-da. Otadan ko'rmagan mehrni o'y bera olmaydi baribir. Ular harakat qilishadi, otani mehrini ko'chadan topishga-da. Aynan qizlar. Qizlar ham, o'g'illar ham. Shu narsani men o'zimni boshimdan kechirgan holatda bolalarimni otasidan ajratmaganman. Nima bo'lsa ham, u yomonmi, Yaxshimi? yaxshi insonmi? Может, hayotda biz bir-birimizga to'g'ri kelmaganmiz-da. Bolalarim biza sababli bu narsaga nima deydi uni? Bular jabr ko'rmasin deyman. Qalbi sindirmaslik. Shunday. Baribir otani joyi o'zini prosentovkasi bo'ladi-da bolani hayotida. Agar men bu hozir ajralgan bolasini ko'rsatmayotganlarga maslahatim beringlar. Nima qilasizlar? Sizlardan ham bola qoladi, ulardan ham qoladi. Shu. Самое главное bolani ichida nafrat uyg'otmaslikda. Aynan otagami? Otaga. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan hayotda odamlar otasini yomon deb katta qilganda bolasini. Bola u narsani ichida yeb ertaga katta bo'lgandan keyin undan qasos olishga urinadi. Otasidan qasos oladi. Lekin qasos ololmasdan farzandiga menimcha mehr bera olmasa kerak. Yo'q. U qasos olishga harakat qiladi. Erta birinchidan u tarbiyalayotgan bolani umri xazon ketadi. U bola vijdoni keyin otasiga qasos beradi. Biror narsa borib qilsa agar uni qamashadimi? O'zini o'zi bitiradi-da. O'sha sabab. Bizning ko'rsatuvimizning plyus tarafi. Plyus tomoni hamma haqiqatlarni ochib taylaysizlar. Aynan birinchi marta ko'rganingizda sizdan nimalar o'tgan? Nimani? Bizning ko'rsatuvimizni ko'rgan vaqtda menga ham chiqishadi deganman. Birinchi o'ylagan narsangiz. Va bu narsa oson bo'lmadi biz uchun. Biz juda ko'p mashaqqat bilan sizni topdik. Chunki qaysi bir odam intervyuga chiqmasa agar, birinchi navbatda menga telefon qilishadi. Intervyu bera olasizmi deb. Rad javob berganman. Demak, birinchilardan ekanmiz. Samarqandda birinchilardansizlar. Allohga shukr, lekin 5,5 yilda ko'pchilik menga kelgan. Kutganimizga erisha olibmiz-da. Ha, endi yugurganniki emas, buyurganniki deydi-ku. Buyursin har doim. Shunday.
lekin har kimga ham odam ochgisi kelmaydi. Intervyuga rozi bo'lganimning sababi ba'zi mish-mishlarga chek qo'yish uchun. Rozi bo'ldim. Aynan. Atak shu qozon yopiqligicha qolsagina menga shuncha yaxshi edi. Yopilib turgan narsani ichida juda mish-mish ko'payib ketdi-da. Bildim. Shuning uchun rozi bo'ldingiz. Bildim. Chunki odamlarimiz ayni damda o'zim meni eski mustahkam bilan taqqoslashyapti-da. Juda ham ko'p. U savollarni biz ommaga chiqarib bera olmadik, chunki ular eski yaralaringizni qaytadan qo'zg'ashi juda ham ehtimoli katta edi. Ular shunaqa jarayonda kelganki, endi qanday aytayman sizga? O'zimizni tilda aytaman. O'qimagan bilimdon deydi-ku. Oldingi bilan hozirgina siz bunaqa ekansiz-da deydi. Oldin men yaxshi bo'lganman. Chunki chidagan. Hozir dono bo'lganman. Hozirgi aqlim oldinda bo'lganida hayotim boshqacha bo'lardi. Tubdan. Birinchidan hayotimga birovda odamni qo'shilishga yo'l qo'ymasdim. O'ylamni mustahkam tutardim. O'shanga. U narsada qo'rquv bo'lganmanga, yosh bo'lganman, bilmaganman-da. O'sha uchun yana bir aytaman, meni eski mustahkamlar, hozirgi mustahkamni taqqoslamanglar. Shu borib qurboqqani bosaverasiz, oxiri vaqillaydimi? Keyin yomon bo'lib qoladi. Hozirda men yomon emasman. Dono bo'lganman. Birovga haqqimni qo'ymaydigan. Birovga hurmatimni yo'qotib qo'ymaydigan darajada. O'zimni o'zligimni bilgan darajada va ikkita bolani onasi bo'lganligim sababi bilan o'zimni himoya qilishga o'tgansiz. Mustahkam ajrashgan ayol sifatida va shuncha yillik kelin sifatida sizga savolim, shaxsan o'zimda savolim, hozirgi kunda juda ko'p oilalarni ko'ryapmiz-da, qaynona kelin munosabatlarida kelinlar ayrim qo'shtirnoq ichidagi psixologlarni gapi, ularning ana shu motivatsiyasimi, endi buni qanday aytsa bo'ladi, lekin shunga ular yo'q, meni o'zimda o'rnim, o'zimda o'sha nima desam ekan, menligim bu turishi uchun ular o'zlarini qaynonalari bilan solishtiradi. Shularga fikringiz? Yo, ba'zi kelinlar чересчур перебор qilib yuboryapti-ku. Hozirgi kunda. Sabr tuyg'usi yo'q-da. Yo'q. Baribir joy kelsa sabr qilasiz. Oilangizni mustahkam bo'lishi uchun. Hayot shunaqa narsa ekanki, hayotda osonlik bilan erishib bo'lmaydigan narsalar bor-da. Joy kelsa sabr qilasiz, joy kelsa o'zingizni himoya qiladigan darajada. To'g'ri, psixologlarning gaplari ham to'g'ri. Ayrimlari. Ba'zilari bu narsani siz boshqacha tushuntirib olasiz, o'zingizga olasiz. Men boshqacha olaman. Dunyo qarashmi bu? Shunday, odamni ichidagi nimasi bilanda, umeniya deydi-ku. Shu narsasi bilanda. Shu uchun qizlarni o'qitish kerak. Qancha o'qisa agar Mustahkamning buzmoqchi bo'lgan, buzgan dushmanlaridan mustahkam nimani o'rgandi? Kuchli bo'ldim. Ular kuchli bo'lishga undadi demak. Shunday. Aynan. Ular o'ylashda, mustahkam ajrashsa agar baribir yalinib keladi. Yoki qo'rqayotgan narsamni yengib o'tdim. Ularning kuchi bilan. Shunday desa ham bo'ladi. Dalda bera oldi ularning dushmanligi sizga. Shunday. Mustahkam qisqacha savollar beraman-da. Shularga oydin va ochiq javob berasiz. Qarindoshlar siz uchun kim?
kulgim keldi. Qarindoshlar siz uchun kim? Xafa bo'lishmasin, to'g'risini aytaman. Ayni damda ular prosta to'y ma'rakada qarindoshlar. Qarindoshlar. Begonalar kim? Ular qarindoshlardan yaqinroq insonlar. Yaqinroq insonlar. Ko'chalar siz uchun nimani o'rgatdi? Kuchli bo'lishni, Ko'chalar kuchli bo'lishdan o'rgatdi. oldinga ketishni. Oldinga ketishni. Ko'ngil nima mustahkam? Ko'ngil shunaqa narsaki, yaxshi gap bilan ham ko'ngilni ko'tara olasiz, yomon gap bilan ham uni yer bilan yakson qilib taylaysiz. Juda siz uchun ko'ngil parchalangani nima? Parchalangan ko'ngil o'sha boshqatdan o'ziga kelmaydi. Nozik ko'ngil bilan qanday kuchli bo'la oldingiz? Buni so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Demak, javob yo'q. Yo'q. Hayotingizda nimalardan voz kechdingiz? Ko'p narsadan. Aynan. Birinchisi onamdan. Demak, sizning baxtingiz onangizning joni evaziga bo'ldi deb bila olasiz. Shunday. Agar sizda imkoniyat bo'lganda, demak siz onangizni qutqarar ekansiz. Ajrashib bo'lsam qutqarardim. Yonlarida qolardi. Shunday. Ayol uchun ota-ona yaqinmi yoki farzandlar? Ota-ona topib bo'lmaydigan narsa, farzandlar uni jigari. Uning jigari. Sizningcha kimlar bilan yashash osonroq? Qaysi ma'noda? Ota-onaning mehri bo'lak deymiz, farzandning muhabbati bo'lak deymiz. O'sha mehr bilan yashash osonmi sizningcha muhabbat bilanmi? Ikkovi ham zambarchas. Zambarchas. Shunday. Mustahkam bugungi kunda o'sha onasiga bera olmagan mehri, e'tiborini farzandlariga beryaptimi yoki farzandning mehri bo'lakcha bo'lyaptimi? Yo'q. Men ota-onamga o'zi ayni damda onamga berilmagan mehrimni bolalarimga beryapman. Bugungi kunda ajrashgan ayollar soni juda ham ko'p. Ajrashib bo'lgandan keyin, umr yo'ldoshini yo'qotgandan keyin, hatto farzandlari bo'la turib, boshqa oilaning erkagi bilan, boshqa bir insonlarning farzandlari bilan topishib, ularning notinchligini buzayotgan ayrim qo'shtirnoq ichidagi ayollarga nima deya olasiz? Ajrashgan ayol sifatida. Endi bunday qarasangiz, agar ajrashgan ayolga ham oson emas. Ajrashdingizni sizda ikkita yo'l bo'ladi. Yo siz halol mehnatni tanlaysiz, yoki yengil pul kelishni tanlaysiz. Buni tanlash ayolning o'zini qo'lida. Siz ona sifatida qizingizni yoki aynan keling, qizingizni demaylik, ayol sifatida ikkinchi turmush qurishga qanday fikr bildirasiz? Mana ajrashyapti, orada farzandlar bor va ikkinchi o'zlari uchun mana ayrimlarni eshitamizda, ayrim internet tarmoqlarida ko'ramiz, hayotda ham ko'rib turibmizda, men o'zim uchun, men ayolman, men yoshman, menga ham erkak kerak degan zaylda ish tutishadi. U birovning erimi, u birovning o'g'limi, hali uylanmaganlarni ham o'z domiga tortayotgan ayrim ayollar mavjud. Xotin ustiga xotinmi? Shu ma'noda. Erdan ajrashgan va boshqa yangi er topgan desak to'g'riroq. Yo'q, er bilan ajrashgan bo'lsa agar jufti halollik kelsa agar, u ham haqqi bor. Boshqatdan birinchi turmushdan baxt ko'rmagan bo'lsa agar, ikkinchi turmushdan u ko'rishi mumkin. Lekin eridan ajrashib boshqa oilani buzayotgan ayollarni uni mavzusi boshqada. O'shalarga nima deya olasiz? Oilani buzayotganlargami? Unday qilmanglar, Allohdan qo'rqinglar. Chunki farzand katta borda, yo'q, u meni yaxshi ko'radi, yo'q, u meni yoqtiradi yoki men unga kerakman. Vaqtinchalik kerak, to nafsi qondirish uchun. Demak, baribir ikkinchi bo'lib qolaveradi. Baribir xotinida.
uyda kutgan yoringni yig'latmadimi? Shunday. Nima bo'lsa ham xotinini hech qachon tashlab ko'chaga chiqib ketmaydi-da. Endi ba'zilar o'ylaydi, siz nimaga ajrashgansiz deydi-da. Men majbur bo'lganman ajrashishga. Aynan shunaqalarning roli bormi? Bunaqalarning roli ko'p. Juda ko'p. Meni hayotimda ko'p uchragan. Hayotimni buzish uchun turmush o'rtog'imni ko'chada erim deb yurganlar ham bo'lgan. Men hamma narsani chidab kelganman. Lekin qani o'shalar? Hozirgi kunda yo'q-ku. Shundayda. Puli bo'lsa yonida bo'ladi, puli bo'lmasa biron narsaga yo'qolib qoladi ular. Endi meni fikrim bekordan bekorga ayollar ajrashmasin deyman. Mendan ko'pchilik maslahat so'raydi. Siz ko'p narsani ko'rdingiz. Turmush o'rtog'im bilan kelishmovchilik ko'p yuzaga kelyapti. Nima deysiz? Sizni gapingizni biz olamiz. Siz ko'p narsani ko'rgansiz deganiga men aytamanki, u xatoni qilma. Birinchisi so'raydigan savolim, eringni yaxshi tomonini esla deyman. U yomonini yopadi deb aytaman. Menda shu narsa bo'lmaganda. Sizda demak o'sha yaxshi tomonlari ko'z oldingizga kelmagan. Men ko'p o'ylaganman. Bironta hech bo'lmasa zatsepka bo'lsinki, oilamni saqlab qolish uchun-da. Lekin shu narsaga qaramasdan ham men o'ylamni, lekin endi vashi bam-bum bo'lib ketdi-yu. Nima bo'lsa ham dushman bo'lib qolmadim-da. Dushman bo'lib qolmadingiz. Demak, o'sha oilada demak sizning qandaydir miqdorda mehringiz, xizmatingizning qadri bo'lgan. Endi hurmat qilgan insonni ham hurmatini qilish kerak-da. Sizni har doim qo'llab-quvvatlagan insonni hech qachon gapini yerga qoldirmaslik kerak deb o'ylayman. Nima bo'lsa ham. Siz o'sha voqealarni yoritgan Aqida xonim bilan qanday tanishgansiz Mustahkam? Bu odam bilan men tanishmaganman. U odamni o'zi meni topib kelgan. Qanday? Videom chiqib ketgandan keyin. Odamni men bilmaganman. Tanimagansiz. U videoni aynan o'zingiz o'sha uyingizdagi kameradan olganingiz rostmi? Shunday. Ommaga chiqargan ham o'zingizmi? Yo'q. Kimlar chiqargan deb o'ylaysiz? Buni sir bo'lib qolsin. Sir bo'lib qolsin. Shunday. Mustahkam oxirgi jarayonlarda Aqida xonim bilan tortishib qolgansiz deb internet tarmoqlarida chiqdi. Biz tortishmaganmiz. Yaxshi ketayotganida. Bilmayman, odamlarning mishmishi ko'p-da. Shu mishmishlarga asoslangan holatda Aqida opa mendan xafa bo'ldilar. Lekin u narsa to'g'rimi yo'qmi u kishi bilmasdan xulosa chiqardilar-da, o'zimdan so'ramasdan. Demak, bir taraflama jarayon bo'lgan. Tangani bir tomonini ko'rdilar, bir tomonini ko'rmadilar. To'g'ri. Men nima bo'lsa ham bolalarimni erini qamoqdan chiqartirganman. Otasini, ha. Bolalarimni otasini qamoqdan chiqartirdim, chunki ular nima bo'lsa ham bolalarimning otasi. Lekin men u bilan yarashaman deb chiqarmaganman. Demak, qamoqdan chiqarganingiz u kishiga yoqmagan demoqchimisiz? Yo'q, u kishiga shunaqa gaplar yetib borganki, eri bilan yarashyapti deb. Bu mishmishlarni kim tarqatdi deb bilasiz? Ko'p odamlar. Juda ko'p. Aynan siz shu inson deya oladigan insonlar bormi? Sir bo'la qolsin. Yo'q, endi juda sirimiz o'zi ko'payib ketdi-da. Endi ozgina bo'lsa ham, masalan, sizni qarindoshlaringiz bo'lishi mumkin, eringizni qarindoshlari bo'lishi mumkin. O'zi biladi, intervyuim baribir yetib boradi o'sha odamlarga yetib boradi. O'sha odamni bilganlar kommentariyaga yozib qoldiringlar, prizimiz bor. Mustahkam, mana turmush o'rtog'ingizni qamoqdan chiqardingizda, o'sha vaqtlarni ko'rganmiz. Endi o'zim va'da berganimdek, u vaqtlarni eslamaymiz deganman, yopilgan qozonni yopib qo'yamiz deganman. Lekin hozirgi kundada o'sha mana qaynotangiz o'sha vaqtlari
baribir farzandida u odamni ham siz aytyapsiz-ku, otasi uchun o'sha ota mehridan mosuvo bo'lmasin farzandlarim deb chiqargansizda. O'shani minnatdorchiligi evaziga sizga yaxshilik qilyapti deb biror marta o'ylaganmisiz qaynotangizni? Qaynotamga gap yo'q. Haqiqat. Aynan. Tashlab qo'ymagandi. Demak, o'sha yaxshiligingiz sabablimi yoki shu 10 yil, 15 yillik xizmatingiz sabablimi? Ikkovi ham. Aynan masalan, boyna farzandlaringiz aytganday 55 ga 45 bo'ladi-ku yoki 50 ga 50 bo'lmaydi-ku. Endi nima dey, ham oldingi kelin bo'lganligim yaxshi kelin bo'lganman. Keyin nima deydi, yana yordamingiz tekkan, gapidan chiqmagansiz. Gaplarini qilmasdan, shuncha maslahatlashib ikkovimiz nima qilganda o'sha sababi ham bu protsentga qo'shilgan u narsa hamda, tushunyapsizmi? Mehr bu alohida deya olmayman. Odamni hurmat qilsangiz, uni mehri bo'ladi-da. Yana u sizni aytganingizni qilib kelsa agar, endi men yoshman. Baribir nima bo'lsa ham yo'q kattani gapini ol, yo'q kichikni gapini ol deyishganda. Shu narsa yana ustiga qo'shilganda. Mustahkam aytishlaricha, ovsiningiz bilan haligacha yaxshi ekansiz. Qaysi ovsinim bilan? Endi o'zi bitta deb o'ylagandik, endi kim nechta ekanligini bilmabmiz. Ovsinim bilan gap harfim yo'q lekin. O'zi bittami? Ha endi bo'ldi. Demak, buni chuqurroq. Shunday. Bu juda chuqurmi? Shunday. Sizningcha o'sha shuncha yaxshi qaynotaning farzandlari hayoti nimaga aynan shu darajada kelib qoldi? O'sha darajaga yetmasligi uchun to'qlikka sho'xlik. Bir so'z bilan aytganda, to'qlikka sho'xlik. Shunday. Qayni singillar bilan bordi keldi qila olasizmi? Qaysi biri bilan aynan. Aynan sizni juda yaxshi ko'radiganlari bilan. Yo'q. Kechira olmaysiz. Yo'q. Kechirim so'rashsa kechirasizmi? Alloh kechirsin ularni. Alloh kechirsin. Ular sababchi bo'la oldimi ajrashishingizga? Ko'p narsa sabab bo'lgan. Ajrashishingizga aynan shunday. O'sha qaynisingillar yoki o'sha internetga chiqib ketgan videolar bo'lmaganda siz haligacha chidab yashagan bo'larmidingiz? Video chiqmagandami? O'lib ketardim. Shunday. O'lib ketardim. U videoni o'zingiz sababchi bo'lgan ekansiz-da chiqarishga. Siz demak o'shanda qarorni ichki tuyg'ularingiz orqali qabul qilib bo'lgan ekansiz-da? Tavakkal qilganman. Nimaki bo'lsa? Endi nima dey, internetga chiqishini men bilmasdim. Lekin bolalarim uchun yashashni harakat qilganman-da. Shu uchun qarindoshlarga yuborganman. O'zingizning qarindoshlaringizga? Keyin qolgani kasha bo'lib ketdi-da. Lekin men xohlamaganman internet tarmog'ida chiqib ketishini. Siz xohlamagan holda, demak o'sha qarindoshlar sizga do'st bo'lgan deb bila olasizmi? Endi ularni ham rahmi kelganda qanday chiqarishni bilmaganda, yordam berishni bilmagan holda ular qilishgan deb o'ylayman. Demak, qandaydir vijdoni azob chekkan. Boshqa chora yo'q edi. Mustahkam, mana endi yana psixologlarni bezovta qilmaymiz-da. Mana mullalarimiz ham aytishadi, xotiningga u qil, xotiningga bu qil, xotinga unaqa qilsa savob, xotinga bunaqa qilsa savob deymiz-da, lekin biron joyda eshitmaganman-da. Erga birinchi mehr ber, undan mehr olasan degan narsani eshitmaganman. Shunday. Nima uchun? Qarsakiga qo'llaniladi. Nimaga aynan da'vat qilishadi? Faqat ayollarga qilish kerak, lekin
o'sha ayol birinchi, endi baribir ayol-ku u, mehr bermasdan qanday erkakdan mehr olamiz? Endi bu gap ayolingga bunday qara, ayolingga bunday qara degani bu ayrim bir erkaklarga atalgan, hammasiga emas. Ayrimlariga. Xotini bo'la turib, xotiniga qaramasdan ko'chadagiga olib borayotganlarga bu narsa taalluqli. Demak, o'sha boynagi siz aytganday, o'sha ularning qabul qilishi har bir gapni o'shandan kelib chiqadi bilinishimiz. Demak, erkaklarimizga ham sabr, ayollarimizga ham sabr. Erkaklarni qanday qilib mehrini olasiz? Erkakka ikki og'iz shirin so'z, shirin ovqat, Chiri желудок. Muhabbat. shunday. Keyin u kelgan paytda sasigan piyoz hidi kelmasligi kerak-da ayol kishidan. Ko'chada u ishlasa agar chiroylilarni ko'radi-da, uyga keladi. Ovqati shirin bo'lsa ham, sasigan bo'lsa agar yoqmaydi unga. Shuning uchun ayollarga maslahatim, kelinlar qo'zg'olonlarda aytadi-ku, eringizni bayram qilib kutib olinglar ishdan kelganini. Shunday ishdan kelayotganini, o'sha soatini hamma biladi-ku, eri qachon qaytishini. Chiroyli bo'lib, yasanib erni kutib olsa agar, hech qaysi er ham xiyonat qilmaydi deb o'ylayman-da. Haqiqat. Sizni avvalgi o'sha Aqida xonimga bergan intervyungizda bitta kommentariyda o'zingizni qarindoshlaringizdan bittasini o'qigandim-da, bunga ancha yillar bo'lgan. Mustahkam hayotda qaynota, qaynona, qaynisingillarini eriga yomonlamasdi. Shunaqa. Shuning uchun ham qaynotasi haligacha uni o'zini kelini sifatida ko'radi. To'g'ri. Haqiqatmi? Nima uchun? Shuncha azob cheksangiz ham, shuncha kunduz kunlarida endi voqealar bo'ladi baribir. Har bitta oilada bo'ladi. Masalan, menda ham bo'lgan, sizda ham bo'lgan, boshqa. Hamma oilada bo'ladi. Silliq hayot emas-da, lekin nimaga aytmagansiz? Chunki aytishni foydasi yo'q edi-da. Foydasi yo'q, shuning uchun. O'zi ko'rsin deganman-da. Men o'zi unga gapirganim bilan hammani boyaga aytganimdek o'ziga olishi bor-da. Qanday olishiga bog'liqda u. Otalar so'zida kinolar chiqdi-ku. Kelin opa ukalarni o'rtasiga kirib, yomonlab kimni. Men bu narsani qilmaganman. Keragi ham yo'q. Qiladiganlarchi? Allohga kifoya. Allohga kifoya. Agar Allohga shunday tavakkal qilib hammasini qo'yib bersangiz, agar hammasini po polочкам qo'yib ketadi. Решать qiladi. Shunday, shu narsani ko'rib kelyapman-da. Savollarimizga dildan javob berganingiz uchun avvalambor sizga rahmat. Juda ko'p kutdik, yashirmayman. Teletomoshabinlarimizdan ham, muxlislarimizdan ham, YouTube kanalimiz kuzatuvchilariga ham sir emas bu. Bizda unaqa yolg'on, maskali narsalar yo'q. Ancha kutdik, juda ko'p kutdik desak ham bo'ladi. Birinchi o'chirit kattakon rahmat. Arzimaydi. Bizga yo'q demasdan intervyu beraman deganingiz uchun ham rahmat. Qalbingizda ozgina bo'lsa ham o'sha eski yarani ochgan bo'lsak, uzr so'raymiz. Ochib bo'llaringiz. Uzr so'raymiz. Nimada yig'loqida. Ozgina. Demak, o'sha yara bor hali. Lekin yo'q. Unday qarasangiz, ancha-muncha narsaga yig'lamayman. Endi farzand bu nozik. Yo'q, nozik tomonim, lekin baribir har bitta ayolning nozik tomoni bor. Ayolligi bor deng. Ayolligi bor. Hayotda baribir ayol menga o'xshab, ajrashib, kuchli bo'ladi-yu. Lekin o'zimdan qiyos baribir ayollarimiz shu ayolligicha qolsa yaxshiroq deb o'ylayman-da. Ayolni hayot emas, uni farzandlari kuchli qilar ekanda. Shunday. Har doim ham kuchli bo'lib yursangiz agar ayolligingizni yo'qotib qo'yar ekansiz-da. Shuning uchun men ham o'sha o'sha xohlayman, ayol bo'lishni-da. Ayolligingizni his qilib yashashni xohlaysiz. Kuchli, har kim ham kuchli bo'la olmaydi-yu.
lekin qiyin masala. Qiyin, juda qiyin. O'sha qiyinchiliklar yo'lida sizga omadlar tilaymiz. Rahmat. Farzandingizni kamolini ko'rib yurishingizni tilaymiz. Farzandlaringiz siz qanday xohlasangiz, xuddi shunday farzand bo'lishini istab qolamiz. Ko'rsatuvimiz nomidan sizga omad, ayollik baxti va kuchli, mustahkam, ismingizga munosib ayol bo'lib yurishingizni tilab qolamiz. Mana shu bilan bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Mustahkam bilan o'tgan ko'rsatuvimiz juda ham yoqimli va maroqli o'tdi degan umiddamiz. Kimda qanday fikrlar, mulohazalar, ochiq yoki yopib qo'yilgan sir sinoatlar bo'lsa, kimga qiziq bo'lsa, kommentariyda yozib qoldiringlar. Alohida bunga ham e'tibor berib, yanagi safar sizlarga chuqurroq intervyular tayyorlashga harakat qilamiz. Shuning bilan bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rishguncha.